Bo'ladi ham Xudo xohlasa aka. Nima oldu aka o'zingizda o'zgarish? O'zgarish zo'r. Holat yaxshi. Bunaqa charchoq degan narsa yo'q. O'sha dorilar ichgandan keyin qon ko'payib, mana tirnoqlarni sariqligi yo'qolib, qip-qizil tusga kirdi. Endi hali analiz topshirib ko'rsak, aniqini Xudo xohlasa, men ommaga olib chiqamiz Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Jigar sirroz kasali bilan kelgansiz. Xudo xohlasa, ko'zingiz sarg'ayishlar ancha ketdi. Dog'lari ham yo'q. Burun qonayapti deyapsiz. Yo'q, burun umuman qonmagan. Rahmat yaxshi. 10 kun bo'ldimi ko'rishganimizga? Bir haftadan endi o'tdi. 10 kunga yaqin. 10 kunga yaqin. Yaxshi, Xudoga shukr. Har 3 oy 4 oyda 3 oyda jiniyat turardik. Bilmayman, yana doktorga topshirib ko'rardim. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa, 2 kun ichida yana bir analiz topshiradi. O'shanda 12 kunlik natijani ommaga ko'rsatgan bo'lamiz Xudo xohlasa. 2 kun ichida Xudo xohlasa analiz topshirib holatingiz haqida yana bir video qilamiz Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Inshaalloh. Alloh shifolaydigan yanchimiz bo'lsa, Xudo xohlasa yana bitta dori beraman. 2 xil dori. Siz trombositni ko'targan narsa mana shu narsa bo'ladi. Ommaga bu Vita Health, ya'ni bu vitaminlar bilan boyitadi, albuminni ham mana shu narsa ko'tarib beradi. Sirop ichida bor, albuminni ko'taradigan narsasi ham. Reklama yaptık sonra. Nima? Buni qonaganini, to'xtaganini bilgani, men ukol oldim, nimada davolandim. Nimada Ro'zada. Mana shu ko'ylagimda opaz yuvibdi. Hali shpirist sug'urgandan keyin qonab, ko'ylagim dog' bo'lib qoldi. Kecha kuni hali aytdim-ku. Ha, shamollab qoldim, Navro'zbek dedim. O'kil oldim. Paxtani o'zi jinga qon bo'lib xolos. Demak, mana shu foydasi bo'ldi. Bu qonashni to'xtatgan ham shu bo'ldi. Buni ham to'xtatgan shu bo'ldi. Bu nima? Maqtash yo boshqa ba'zi. Men shundan mana shu dorilardan dedim. Alloh xohlasa bo'lsa ham inshaalloh. Yaxshi. O'zingizga misol uchun men aytdim, maktab kelishga qarab yuradigan bo'lsa, keyin davo qilamiz bo'ldi. Sizga muhim 2-3 ta narsani beraverdim. Xudo xohlasa, agar virusga qarab yuradigan bo'lsa, zagansiz davom etamiz. Xudo xohlasa, virusga qarab yurish bor. İnşallah buni 2-3 kun ichida analizlar ham tasdiqlaydi Xudo xohlasa. Yaxshi bo'ladi. Endi mana shu yo'qolish kerak. Mana shu yo'qolsa, Xudo xohlasa ular ham ketadi, sekin-sekin. Ammo bir xilgilardagi qo'llarni betida juda ham bilmaydi, hozir bu yo'q edi bu. Bu yaqinda paydo bo'ldi. Kuchayganning hisobiga chiqdi shekilli. O'zi fibroskanning 64. 64. Chiqdiki, bu ham ancha bo'lib qoldi-da. Xudo xohlasa. Analiz topshiraylik, Fibroskaga ham tushish kerakmi? Fibroskani o'zim aytaman. Qancha bo'ldi tushganingizni? Noyabrda tushdi. Sizda qaysi edi? D, ikkalasi ham. B, Dni chaqirgan. Men Yevrometga tushganimda B chiqargan. Keyin fibroskaga tushasan dedi. Fibroskaga borib tushirdim. Aka dedi, sizniki B shuncha yegan, ko'pagan dedi. D ham chiqardi dedi. Fibroskaga ham tushib kelgan deganda u doktor. Virusolog. Keyin fibroskaga tushib olib bordim. Bu Yevrometdan o'qib dedi-da, kattaga tush dedi. Kattaga
o'zi D'ga yozib berdi. Hmm. D'ga yozib berdi. Ayda D ham chiqdi. Kattalarda da ham chiqdi. D ham. Xudo xohlasa bo'ladi. Qurqamiz ham inshaalloh. Ularda xolos chiqib ketmaydimi? Yo'q. Bu bilan kelishib yashaysiz-da. Hmm. Hozir men senga tegmayman. Ha. Sen menga tegmaysan deyiladi. Bo'ldi. Bani yo'qotadigan o'sha Merkulex degan chiqqan. Bu adashmasam bir 20 ming dollar bo'lsa kerak. Ha. Rossiyada bor. Nega ham shu nimada koronavirusda kuchayib ketdi? Nimagaki men koronavirusda Unzotda turardim to'g'rimi? Ertalab uyda tursam qovog'im shishib iste'molyapti, anglashib ketdi. Dedi. Shu bilan ukol ham olmaganman koronavirusga. Men kasal bo'lgandan keyin uyg'ongan. Endi boraman deganda anglashib ketaveradi. Endi boraman deganda anglashib ketaveradi. Shunaqa bu o'shandan beri anglashadigan bo'lib qoldi. Keyin bu keldida haydadi. Alloh sinov ekan. O'shanda bo'lgani analiz panalidan topshirmaganman. Yo'lgan ish bilan bor. Hayya. Vallahi katta bo'ldi. Bunisini nimasini berish kerak, qilish kerak.